Samarqandga sizlar taksi chaqirmadinglar? Ha, shunday. Kim ketadi? Akam bilan Kenayim. Kenayim? Qani? Akamni yaqinda yaxshi ko'rgan qizlar tashab ketdi. O'shandan beri ko'z ollaridan ketmayapti o'sha qiz. Shunga nima desalar xo'p deb ishonib turing, maylimi? Bo'ldi, his qilamiz. Borgandan keyin 2 kishining puli beradi. Pul? Keling akajon. Kenayim o'tiradilar? Ha, birinchi kelining o'tirsin. Marhamat. O'tir Nargiza. Sumkangni ber, bagajga qo'yaman. Bo'l. Bagajga ochib yuboring, sumkani qo'y. Og'ir emasmi? Yo'q, nima. Ke jonim, oyog'imga boshingni qo'y, mazza qilib ketasan jonim. Ke. Nima qarayapsiz meni qizimga, aka? Yo, oldingizga qarang-a. Men rashqim yomon. Ya mana yog'imni qashi. Ha? Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Kelingizni ko'yni aynayapti-da, to'xtatib yuboring. Asta, kuchanma. O'zi bu uzoq yo'lga bo'lmaydi-da, qusgisi keladi. Bo'ladi. Ketdik aka. Kelyapti. Mana. Tur. Qani? Mana kelyapti. Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Nimaga? Kelingiz tualetga kirib chiqsin. Kenayim qachon keladi aka? Men bilmayman, ichib o'tayotganimda. Aka, bu qanaqa taksi? Bilmaysizmi? Rozogo taksi-ku. Nima ishlar orqaga 2 kishi olasizlar? Hamma taksi 3 kishi oladi-ku. Biz shu klientlarni o'ylagan holda orqaga 2 kishi, oldiga 1 kishi olamiz. Mazza qilib ketish kerak-ku. Sizlar uyda olib ketasizlarmi? Aka, biz xohlagan joyingizdan olib, xohlagan joyga tashlab qo'yamiz. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga ham olib qo'yaveramiz. Sharoit qilib qo'yganmiz. Faqat ketish kerak. Yana keldi Nargiza, keldi. Keldimi? Ha, keldi. Qo'lingni yuvdingmi jonim? Yaxshi. Bo'ldi, o'tirdi hayda. Haydaymi? Eshikni ochmasdan kirdimi? Sen o'zi. Shunday qiladi, ha. Hayda. Hozir. Polvon aka? Ha. Shunday kelingiz bilan joyingizni almashtirib oling. Nimaga? Shu oldinda o'tirib ketsan, Instagramga story olmoqchi-da. Mayli. Ana aka manzilga kelib oldik. Qalay, mazza keldinglarmi? Gap yo'q, Rizoga zo'r ekan lekin. Zo'rda, endi pulini to'laysizlarmi deng. Pulni Nargiza to'laydi. Qanaqa qilib? Nimaga to'lamaysan? To'laysan, oldinda o'tirgan to'laydi deganmidik? Davay to'la. Ya aka, prikol qiling, kim to'laydi pulini? Bizda shunaqa odat bor. Kim oldinda o'tirgan bo'lsa, o'sha to'laydi. To'la, muje, gapingni tur endi, davay. Yo, Nargiza qanaqa qilib to'laydi hozir menga, aka? Qanday to'laysan? Ha, kartangizga tashlar ekan. Karta nomeringizni aytsangiz tashlab yuboradi. Ya bu aldamaydi bu, mujik bu. 8600 yozing.